Assalomu alaykum aziz opa-singillar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. O'tgan safargi videoda buyog'ini to'qib olgandim. Uni unchalik yoqmadi u joy. Endi mana boshqatadan shu joyni, mana to'rtburchak joyini to'qishni ko'rsatmoqchiman. Buning uchun mana oxirigacha to'qib keldik. Keyin zanjir olamiz. Mana shu yerdan zanjir olib to'qiymiz. Mana endi cho'qol ustiga qo'yib ko'ramiz. Mana shundoq qilganimizda mana shunday turishi kerak. Mana shunday holatda turish kerak. Mana shunday qilib, keyin zanjirni mana bu yeriga ulaymiz. Mana to'qib oldik. Mana bu yerga mana shunday qilganimizda tekis bo'lishi kerak. Endi bu tomonidan mana shunday qilib hech qanaqa nima olmasdan, petli olmasdan shunchaki qotirib olamiz. Zakrepit qilamiz. Ipga ehtiyot bo'linglar, mana shunaqa chiqib ketib qolar ekan ipi orasidan. Endi mana yopishni qatab oldik. Mana bu yonlarini aylantirib to'qib kelamiz. Mana qanday to'qiladi? Mana shunday qilib to'qiymiz. Shunda yonini to'qayotganimizda, yon tomonini pastga mana bu yerini to'qayotganimizda bu bizga kerak bo'ladi. Chiroyli chiqadi ham. Mana har biridan bittadan kirib to'qiymiz. Mana shunday qilib aylantirib to'qiymiz. Burchaklarigacha olib borib to'qinglar. Burchagini to'qayotganda yana ko'rsataman. Mana burchakka yetib keldik. Mana shu yerda e'tiborli bo'linglar. Mana oxirgi shu burchagidagi petliga 2 martadan kiramiz. Bitta joyga 2 tadan kiramiz. Shunda burchagi xunuk bo'lib qolmaydi. Qolganlariga bittadan kirib to'qib ketaveramiz. Bu yerida ham, mana bu yerida ham xuddi shunaqa bo'ladi. Mana bu yeriga kelganda o'zim yana to'qib ko'rsataman. Hozir polni aylantirib yana to'qiymiz. Mana bu yerigacha to'qib keldik. Endi mana bu to'qigan zanjirimiz ustidan hech qayerga kirganim yo'q. Yaqinlashtiraman ozgina mana. Shunday aylantirib olib chiqamiz. Yana aylantiramiz, yana olib chiqamiz. Hech qaysi petliga kirganimiz zanjirni o'zini aylantirib to'qib chiqamiz oxirigacha. O'shanda to'qiganimizda to'rtburchak hosil bo'ladi. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Endi buni oxirigacha bu yergacha to'qiladi. Keyin yonini to'qishni ko'rsataman. Mana aylantirib to'qib, chekkasini mana shunday ko'rinishda to'qidim. Buni qanaqa to'qiganimni hozir sizlarga ko'rsataman. Telefonni mana bu yeriga keldik. Joy qoldirishimiz kerak zaryadka qo'yish uchun. Bu yerda ham xuddi boshda qilganimizdaqa zanjir olamiz. Shunga moslab 1, 2, 3, 4, 5 ta, 6 ta zanjir oldim. Keyingisini kurchog'ini aylantiramiz. Mana 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6 ta qoldirib 7-siga qanday kiriladi mana. Bunisiga kirib, bu tomondan kurchokni olib chiqamiz. O'shanda yonboshga qarab to'qiladi. Keyin yana bitta narsa, nakitli ustunchada to'qayapman bu yerini mana. Bunisidan kirdim. Ipni aylantirmadim. Orqa tomondan bu tomonga o'tdim qaytib. Endi bu yerdan olaman ipni. Bu yerda mana bu tomonida mana bunaqa kolonkan joyi bor. O'sha yerda ham qoldirib ketamiz. 4, 5, 6 ta. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta mana oxirgisiga kirib bu tomondan chiqamiz. Va mana shunday to'qiymiz. Xuddi shu holatni yon tomonidagi knopkalarda ham xuddi shunaqa qilib aylantirib to'qib chiqamiz. Va keyin qanaqa qilib buni telefonga moslashtirishda ko'rsatib beraman. Endi mana hamma joyini ko'rsataman sizlarga. Mana zaryadchik kirgizadigan joyi, bu kolonkasining joyi. Mana bu yerda mana knopkalarini joyi, hammasi joy-joyiga keldi. Endi buni qiylashdan oldin bitta narsani ham aytib o'tay. Hozir bu kichkina bo'lib qolganga o'xshab ko'rinyapti. Xo'p, buni ustidan endi bez nakiti, bu nakitli ustunchada olgandik yonini. Endi bez nakitda har bitta betlarga qimmatdan kirib 2 qator to'qiymiz. O'shanda telefonimiz qolib tushadi.